Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 2026-yil 21-aprel kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 31 so'mga pastlab, 1 AQSh dollari 12.097 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.209.733 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 70 so'mga pastlab, 1 yevro 14.233 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.423.372 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 1 so'mga ko'tarilib, 1 Rossiya rubli 160 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 160.530 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0.09 so'mga pastlab, 1 qozoq tangasi 25 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 25.770 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro, rubl hamda qozoq tangi kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.